bir like'larni bostiramiz. Ha, bu çarşamba. Doğrusu mana shunda bori chiqayotgan mollarda xudosi barakalarda iloji boricha yoritib berishga harakat qilamiz hurmatli obunachilar. 4 odam keldi, bir odam like bosdi. Nech pul oldi aka buni barakasi? Endi mana hurmatli obunachilar. 1 metr. Hani men ketdim, boshlavering deydi. Usmonboy Ergashev. Usmonboy nima gap? Charchamayapsizmi? Videolar chiqdi uka. Ekran yo'ringlar akalar. Sigir bozor chiqardim uka, siz uchun olyapman sigir bozorini. Rashan ko'radi. 1 metr kilos 1.5 li buqamiz. Nesni jaydarib qolardi. Like'lar bosaveramiz yangi kirganlar, ko'proq odamlar kirish uchun. Anchadan beri jonli efir qilmay qo'ydik. Shuni inobatga olib, like'lar bosaverasizlar. Ko'proq odamlar kirishiga sababchi bo'lasizlar. 10 ta odam keldi. Akalar, like'lar bosinglar. Jonli nech pul chiqdi buning savdosi? 60 million so'm. Ikkitasi 60 million so'm savdosi bo'lgan. Sigir bozoriga o'tdik. Bu Amerikanda kiryapti, sigir bozoriga kiravol berasan. Ha, mol bozordan ol. Ha, tanim. Hurmatli obunachilar, sigir bozoriga chaqirishyapti. 13 odam kirdi, like'lar bosaverasizlar. Yangi kirgan ukalarimiz. Like'lar bosaveringlar. Andijon, Paxtaobod, Chorvamol bozoridan jonli efirlarni boshlanmaganlar. Ana hurmatli obunachilar, 26 odam kirdi. Ekranga bittadan shuni bosib olsanglar akalar, 26 like avtomatik aylanadi. Biz yana ham ko'proq odam ko'rishiga sizlar sababchi bo'lasizlar. Shuning uchun akalar like'larni ayamasdan bosaveramiz. Jonli efir sog'inib qolgan ukalarimiz. Assalomu alaykum. Samarqand Pasturg'ondan salom deydi. Yangi videomiz chiqdi, ko'rgan bo'lsanglar, sigir bozorlarini ko'rsatdik, hurmatli obunachilar. Sotildi, sigir sotildi. Nech pulga sotildi bunimiz? 20 million 700 ming so'mga barakat so'tdi, hurmatli obunachilar. Mana. Shved sigir. Ustuna eshak bunimizni? Bir paqir. Bir paqir qanaqa paqirda? 7 litr hurmatli obunachilar. Bolasini ovoz, 7 litr suti bor ekan. 21 ta odam kirib ko'ryapti-miz jonli efirda. Like'larni bosib olsanglar, ko'proq odam kiradi akalar, iltimos. Ekranga bittadan ursanglar like bosiladi. Topolmayotgan ukalarimiz, bosinglar like'lar. Aka mahallaga o'tib bermasin, o'tmash bozor qilgani ber. Bozor. Xo'p, hurmatli obunachilar, yangi kirganlar like bosib turamiz. Akalar, yangi kirganlar. 29 odam kirdi. Nech pul olganmi hoji aka? Assalomu alaykum. Yaxshisiz, charchamasdan. 45 million deyapti. 45 million so'm. Bolasini ovoz. Bolasini ovoz, hurmatli obunachilar. 1,5 oylik. 1,5 oylik bolasi. Bolasini ovoz ekan. 45 million so'm narx aytiladi. Savdosi nech pul oldi hoji aka? 37 million bermadi. 37 million so'm berildi. Ayb shved ekan akalar. Shved ayb bo'ladigan bo'lsa, boshqa mollarimizni qarab qo'ya olasizlar, hurmatli obunachilar. Mana. Telefon nomerlarini ayting, hoji aka. 93lik. 258 080. Nechinchi bolasi bu? 3-chi bolasi, hurmatli obunachilar. Sutlari nechta? 15 litr beradi, baquga qarab. Baquga qarab 10-15 litr sut beradi, hurmatli obunachilar. Yaxshi vaqt tursanglar, xudo xolisa. Savdolar zo'r bo'lyapti. Qiziqqanlar hozir aloqaga chiqinglar akalar. Ena bolamizga hurmatli obunachilar. Andijon, Paxtaobod, Chorvamol bozoridan
Sigir bozoridan videolar